Bugungi kameramiz Hikvision brendidan umuman tok va Wi-Fi yetib bormagan joylar uchun mo'ljallangan bitta dona sim kart yordamida ishlovchi o'zida quyosh panel va akkumulyatorga ega bo'lgan kamera haqida gaplashamiz. Bu kamerani o'rnatmoqchi bo'lgan odam usta yoki qanaqadir texnik xodim bo'lishi shart emas. Oddiy odam ham bemalol shu ma'lumotlardan foydalanib o'rnatib olishi mumkin. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Meni ismim Akbarali Abduvaliyev va kamera mutaxassisiman. Ko'pchilik mendan har yili fermer qanaqadir qishloq xo'jaliklarida umuman tok va Wi-Fi yetib bormagan joylar uchun kamera so'rashadi va ko'pchilik adashib mana shunaqa kameralarni olib qo'yishadi. Bizlar ham bu kameradan juda ham ko'p sotganmiz, lekin har doim ham ijobiy natijalarni olmaganmiz. Ya'ni qanaqadir akkumulyatorni quvvatlay olmaydi yoki 24/7 nazorat ta'minlab bera olmaydi. Xullas nimadir muammolar chiqaveradi. Keyinchalik biz vaqt o'tib quyosh batareykali kamera sotishga juda ham o'ylanib qoldik va bu yillar davomida yig'ilib kelgan muammolarning bir qismi edi. Ya'ni qishloqdagi fermerlar yoki qurilish maydonidagi holatlarni onlayn nazorat qilib turish uchun, bundan tashqari baliq boqiladigan qanaqadir ko'llar bo'lishi mumkin yoki tog', dasht, xullas umuman tok va Wi-Fi yetib bormagan joylar uchun kamera muammo bo'lib kelayotgandi. Biz o'zimiz ishonchli kamerani topa olmay yurgandik. Hozir sizlarga Hikvision brendidan eng ishonchli kamerani ko'rsatamiz. Shaxsan o'zim bu kamerani 2025-yil yanvar oyidan fevral oyigacha o'zim onlayn nazorat qilib 2000 metr balandlikdagi qo'ylar boqiladigan tog'da sinovdan o'tkazib ko'rdik. Kamera 100% sinovdan o'tdi va natijasi juda ham zo'r. Ya'ni kunduz kuni quvvat oldi kamera va kechqurun 24/7 ishlab berdi. Juda ham zo'r natijani qayd etdi va shu kamerani bugun obzor qilamiz, birgalikda ko'ramiz. Bizning ijodiy faoliyatimizni qo'llab-quvvatlagan holda hoziroq videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, ushbu kameralardan sotuvda mavjud. Narxlari o'rtacha 500 mingdan 700 ming, 800 ming, 900 minggacha bo'ladi. Ya'ni narxlari funksional jihatlardan kelib chiqib qo'yiladi. Lekin og'ir sharoitlarda rostakamisiga ishlab beruvchi quyosh batareykali kamerani hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu kameramiz og'ir, shunaqa katta korobkaga ega. Korobkasining razmeri ham to'g'risi vahimali, 40 sm ga 30 sm taxminan. Eng muhimi, dunyo tan olgan Hikvision brendidan. O'sha bitta korobkasidan ham barcha funksiyalar yoritib o'tilgan. Yana batafsil gaplashamiz, ya'ni sim kartada ishlaydi deyapti, mana per datchigi bilan insonni harakatni payqaydi deyapti. Misol uchun hech qanaqa toksiz ishlab beradi demoqchi. Ikki tomonlama ovozi bor deyapti. Misol uchun 512 gigabaytgacha kartani qabul qilish mumkin va yomg'ir, qor, issiq sovuqqa to'laqonli chidamli kamera. Bitta korobkasining o'zidan ham shuncha ma'lumotlarga ega bo'ldi. Endi hozir birgalikda unboxing qilamiz. Biz ochganimiz bilan birdan foydalanuvchi uchun kitobcha, turli xil tillarda va qanaqa qilib kamerani qotirish mumkinligi to'g'risidagi qo'llanma chiqadi. Bundan tashqari kameramizni devor yoki qanaqadir joylash uchun o'rni, ya'ni drill bilan teshiladigan o'rnini ko'rsatib beribdi. Yana bundan tashqari quyosh paneli uchun ham o'rni va uni ichida ma'lumotlarni yozib ketishgan zo'r lekin. Xullas, foydalanuvchi uchun barcha qulayliklarni yaratib bergan. Bu kamerani o'rnatmoqchi bo'lgan odam usta yoki qanaqadir texnik xodim bo'lishi shart emas. Oddiy odam ham bemalol shu ma'lumotlardan foydalanib o'rnata olishi mumkin. Birinchi bo'lib kamerani olamiz. Kamera shunaqa 360 graduslik, kattagina quyosh paneli, lekin anchagina o'ylaganimdan og'irroq. Orqasida o'zining akkumulyatorlari ham bor. Endi hozir birgalikda buni ko'ramiz. Namlikni oldini olish uchun qanaqadir qo'shimchalari, bu bizga ko'p ham qiziq emas. Xo'p. Kerakli shestikrat ключ, qo'shimcha jazm, xullas boltlar, bir narsalar bor buning ichida. Bemalol qo'shimcha narsalarsiz o'rnatsa bo'ladi. Va bu yog'ida quyosh panelini qotirish uchun boltlari qanaqadir va perixatlik, ya'ni quyosh panel o'rnida bemalol pitaniya bilan ham ishlatish mumkin. Hozir tushunishim bo'yicha shunaqa, birgalikda yana buni to'liq gaplashamiz. Xullas, bitta korobkaning ichidan foydalanuvchiga kerakli barcha narsa bor. Faqat kameraning o'zi va akkumulyator quyosh panelidan tashkil topmagan. Agar bittagina sizga mana shu perixatlik ham yo'q bo'lsa, juda ham qattiq noqulayliklar olib kelishi mumkin. Mana shuni ham joyi kelsa juda ham zo'r. Xo'p, qo'shimcha.
Bundan tashqari barcha narsalari risoladagidek qilib qo'yishgan komplektdan, xullas muammo yo'q. Siz $1300 ga iPhone 16 Pro Max olib, ichidan pitaniyasini topa olmasligingiz mumkin, lekin bu kamerada oddiy mana bunaqa perexatnilardan tortib har bittasi uchun boltlarni ham qo'yib qo'yishgan. Lekin bitta respekt. Siz ushbu kamerani bemalol Hikvision'ni ekosistemasi bilan bemalol birga bir ishlataverasiz. Misol uchun sizni 5 ta, 4 ta qanaqadir obyektlaringiz, magazinlaringiz, uylaringiz bor yoki downfalllar bor Hikvision brendidan. Bu kamerani ham bemalol o'sha Hik Connect Pro dasturiga qo'shib qo'yasiz va o'sha kameralar singari bemalol ishlatib turaverasiz. Bir gap bilan aytganda, bu kamerani soddaroq tushunsak, kamerani qotirasiz, quyosh paneliga ulaysiz va kameraga fleshka va sim karta tiqib qo'yasiz. Kamera har qanaqa sharoitda ham bemalol ishlab beradi. Xo'p, xotiraga kelsak, kameramiz 512 GB gacha micro SD fleshkani qo'llab-quvvatlaydi. Lekin men sizlarga o'zim shaxsiy 512 GB emas, 256 GB ga xotirani tavsiya qilaman. Xo'p, bu ham narx taraflama, ham ishlash taraflama sizga bemalol yetadi. Ma'lumot o'rnida 128 GB lik xotira hozirgi kunda $13-15 atrofida sotilinsa, 256 GB lik xotira esa $23-25 atrofida sotiladi. Agar siz 512 GB lik xotirani olmoqchi bo'lsangiz, $45 ga olishingizga to'g'ri keladi. Bu juda ham zo'r variant emas. Siz bemalol 256 GB lik xotira bilan kamerani ishlash rejimlarini o'zgartirgan holda 3 oygacha zapis qilishingiz mumkin. Agar kamera 24/7 ishlasa, 20 kun, 1 oy atrofida zapis qiladi. Agar harakat uchun zapis qilsa, 4 oyga yetishi mumkin ushbu xotira. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, hozir kameramizda original tasvirlarni ko'rib turibsiz. Hozir kameramizni qanaqa suratga olishini ko'rib turibsiz ekranlarda. Ekranlarda shu tasvir ko'rinyapti. Endi keling hozir bir tungi rejimni ko'ramiz. Matrixlarni o'chiramiz. Biz uçtu ve kameramız avtomatik tarzda dışarıda kendinden tutmamış. Suratga olmuş boşlar. Şimdi yoldaki oldu sürekli esirtki olacağız. Bu infrakrasini bunu kameradan suratını çıkarır. Bu süper taraf kullanır. Bu sertifikat yani olan sözü kurulmaya infrakrasini bunu olacağını fakat telefon ortalığı korktu. Koşuyor ve onun salı korkulan telefondaki ikram ortalığı kalırı korkturmuyor. Onun şeyden ama umuman bilinmedi, umuman var oluyor. Ushbu kamerani agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekraningizda ko'rsatilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Agar telefon ko'tarilmasa, Telegramga yozib qo'ysalaringiz, tez orada sizlar bilan bog'lanamiz. Xo'p, ushbu kamerani shunaqa katta korobkada bo'ladi, aytganimdek. Bu kameraga sizlarga mos turdagi va hajmdagi fleshkani qo'shiladi. Xo'p, kameramizni narxiga kelsak, o'tgan yillari $200-180 atrofida sotilingan. Nasib bo'lsa, hozirgi narxi $170 atrofida. Yana qanaqadir xo'p, skalat bilan bog'liq o'zgarishlar bo'lib, narxlari ozgina kamayishi yoki ko'tarilishi mumkin. Buni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Hozir $170 narx 2025-yil aprel-may oylari uchun amal qiladi. Biz har bitta mijozimiz uchun kameraga bog'liq akkauntni o'zimiz yaratib, sizlarga login parollaringizni berib, kameraga fleshka, sim karta hamma narsani qo'yib, yoqib ishlatib beramiz. Faqat o'zimiz sim kartamizni olib qolamiz va siz qo'lingizga olgan vaqtingiz bitta sim kartani qo'yasiz va kamerani quyosh tushib turadigan joyga qotirib qo'yib, maza qilib ishlataverasiz. Kameraga biz 1 yil kafolat beramiz. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqsin. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, faqat sizdan iltimos qilib qolamiz. Bizga aloqaga chiqqan vaqtingizda aniqroq vaziyatni tushuntirib bersangiz, biz shunga qarab sizga yordam beramiz. Agar kamera haqida qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, shu kamera haqida ma'lumot olmoqchiman deb telefon qiling. Agar xarid qilmoqchi bo'lsangiz, shu kamerani xarid qilmoqchiman deb aniq bir qarorga kelib, biz bilan bog'laning. Biz esa sizga tayyor telefoningizni ulab, akkauntlarni ochib, BTS pochta bilan chiqazib beramiz. Faqat BTS pochtadan chiqazayotgan vaqtimiz biza to'lovda qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Agar Toshkent shahri, Toshkent viloyatida istiqomat qilayotgan bo'lsalaringiz, bemalol sizlarni ish vaqtlarimizda, do'konimizda kutamiz. Ushbu video haqidagi izohlar bo'limida yozib qoldiring. Bu videoni fermer tanishlaringizga yuborib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.